oddiy 7700S. Oddiy 7700S. Xullas bori. Chap qo'lda Cardon M radari bor. Ko'ramiz hozir qanaqa masofadan oladi. Mana ba'zi orqa ogohlantirdi. Undan keyin Legenda bo'lgan Sochi Pro'da kelamiz. Legenda deb eshitib qoldim. Qani hozir 77 ni ko'raylik. Undan keyin Sochi Pro'ni ko'ramiz. Bitta palasadan yuramiz, ikkita detektorda ham. Pasaytiramiz. Sen radarni ushlab bersang, birdan pasaytiramiz. Kuzatamiz. Mulyaj. Oldimizda mulyaj ham bor. Acha gap yo'q. Endi bu oddiy bilek masla bu. Ha. Ko'ryapsizlarmi? Endi qaranglar. 150 metrdan ushladi, ha? Mayli 100 metr ham deylik. Endi Sochi Pro'da kelamiz. Sochi Pro'ni Legenda deb eshitdim. Agar haqiqatan Legenda bo'lsa, hozir ancha masofadan ushlab tashlaydi. Olmadi-yu. Hozir oldidan kelamiz. Oldidan kelamiz. Kadrni uzmaymiz. Kadr uzmasdan old tarafidan kelamiz. Ketgan vaqtlaringga rozi bo'lasizlar. Ozgina vaqt. Qani yura qolinglarchi. Yura qoling. Yurmaydi 1 kilometrda bo'lsa ham mashina. Qaranglar, oldin kelyapsiz, qaranglar. Cardon M. Bunga nima deysizlar? Ha? Nima deysizlar? Bu ikki tarafda ham oladi-da. Bu radar bor, yo'lda narigi chetida kesalaring ham oladi, ikki tarafda ham juda chiroyli ishlaydi. Bu lekin ololmadi orqa tarafdan. Ko'rdilaringmi? Ko'rmadi. Men sizlarga bor narsani ko'rsatib beryapman. Mana tepada turibdi.